Assalomu alaykum, Hormang. Evet, salomat bo'ling. Hoy, yaxshimisiz? Rahmat. O'zim to'g'ri sir bo'lmasa, necha yildingiz? 80 ga kirdim. Necha yildan bo'lasiz bu ishlar bilan shug'ullanasiz? Ay, 30 yildan o'tdi. 30 yildan beri. Nechta chopyapsiz hozir? Kerak. Hozir 50 ta, 30 ta, 40 ta chopyapman. Kuchim yetganicha. Nechagacha chopgansiz? Vaqtimda bo'lganda, yoshligimda 200 tadan o'tkazganman. 60 yoshingizda necha chopgansiz? 60 yoshimda 50 100 ta, 120 ta chopganman. Yaxshi. Qiynalmayapsizmi? Ha, yo'q. Qayerdan Dam olib. Qorachidan, cho'ldan, Olmazordan. necha kilometr bor? 20 kilometr bor. 20 kilometr. Rahmat. Hayotda maqsadingiz nima endi? Hayotda shu yashash. Armonlaringiz Armonlar endi armonni qo'yamiz. Armonlar ko'p. O'ringa tushmaydi. 20 yoshlar bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'qirdim. O'qirdim, ha, mana. Yoshlarga nima maslahat berasiz? Yoshlarga yaxshi mehnat qilsin. O'qisin. Hozir zamon o'qiganniki bo'ldi. O'qisin. Ishlaringizga omad. Rahmat.